Ekran qarshisiga yaqinroq kelib, Mahalla telekanalini tomosha qilyapsizmi? Demak, siz uyg'oqsiz, kayfiyatlar zo'rmi? Mana shunday yuqori bir kayfiyat sizga hamroh bo'lsin deymiz. Do'stlar, ochig'i biz boshqa bir lokatsiyani, manzilni sizga yoritib bermoqchi edik. Yo'l akay. Eshityapsizmi? Jonli efirda jonli ijro. Wow! Wow! Aha, adashmasam Xorazm san'atidan bahramand bo'lamiz. Ko'ramizmi? Ketdik. Biz xalaqit bermaymiz, shunchaki uzoqdan ko'ramiz. Ha! Hey! Shuni aytsa kerak-da, asl san'at joy tanlamaydi, muhit tanlamaydi. Muhimi jonli efirda jonli ijro. Odamlarni reaksiyasini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Mahalla telekanalidan jonli efirdamiz. Ismim Jasur. Yo'qyaptimi san'at? Ha? Yo'q. Ajoyib kayfiyat taqdim etadi. Shunday. Qo'shiq aytib olmaysizmi birda? Yo'q. Qayerga ketyapsiz? Ishga ketyapman. Sizni to'xtatib qo'yishdimi shu san'at? San'at kuchini qarang. Omad aka. Salomat bo'ling. Oh! Xorazm nazisi boshlanib ketdi. Hey! Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisiz? Gapirishni bilasizmi o'zbekcha? Kayfiyatlari yaxshi. Ismingiz nima? Abdumalik. Abdumalik. Meniki Jasur, jonli efirdamiz hozir. Qayerga ketyapsiz? Yangiozek. Velosipedda. E'tiboringizni tortdimi bu san'at? O'zi eshitib turasizmi jonli ijrolarni? Jonli ijro boshqacha. Sizni hozir hamma ko'ryapti, salom yo'llab qo'ying bitta. Hammaga omad. Biz esa jarayonni kuzatamiz. Wow!